Shotut sirkasi, tutoviy uksus. Bu sirka haqida bilmaganlarning boshi hali ham dori-darmonlardan chiqmay yuribdi, ishonavering do'stlar. Bu sirka saharniya diabet, ya'ni qand kasalligi bor bemorlarda qand miqdorini me'yorga tushirib beradi. Undan tashqari do'stlar, visokoy davleniya, ya'ni qon bosimingiz ko'tarilib ketishda qon bosimini ishchi bosimga tushirib bera oladi va hamda qon tomirlaridagi tromb va xolesterinlarni tozalab beradi, qon tomirlarini mustahkamlashtirib, qonni suyultirib beradi va qon tomirlari mustahkamlanganligini hisobidan infarkt hamda insult olish xavfi kamayadi va bartaraf bo'ladi. Undan tashqari, qarang, tarkibidagi magniyning hisobidan uyqungiz va asabingiz yaxshilanadi. Tarkibidagi kalsiy va temirning hisobida esa suyak ko'magimiz yangi qon ishlab chiqaradi va qoningizni ko'paytiradi. Ko'plab mikro va makro elementlarga boy bo'lganligi sababli ichak hazm sistemasini yaxshilaydi va oshqozon, ichak hamda jigar va oshqozon osti bez ish faoliyatini funksional tiklaydi. Inson salomatligi uchun juda ham bir foydali xususiyatlarga ega bo'lib, buni barcha dorixona, ziravorchi attorlar va undan tashqari oziq-ovqat sotuvchilardan ham topishingiz mumkin. Iste'mol qilish tartibi va dozalarini esa o'sha sotuvchilar bilan yoki mutaxassis bilan maslahatlashgan holda qo'llashingiz so'raladi. Xullas, videorolikimiz ma'qul tushsa, like ni bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, sog' salomat bo'ling birodarlar.